19-noyabr 2025-yil bog'dagi bir jarayonni ko'rsatib bermoqchiman. Men hozirda bog'imizni asosiy daraxtning stvoli bo'ladi. Tanasi asosga qo'yilgan tana. Deylik mana shu daraxtda asosiy tana mana ko'rinib turibdi. Alohida bir tana bor. Uni yonidan yana tagidan madaniy lekin pastki qismidan chiqqan mana bu shoxlar bor. Bu yer topshirgan bog'bonimiz ozgina e'tiborsizlik qilgan. Tozalagan. Bu taraflarda mana tozalab turilgan, bilinib turibdi. Lekin mana shu yerda bir 6 qator, 7 qatoriga ozgina e'tiborsizlik qilib qo'ygan va tagidan mana shu tartibda mana madaniy kerak bo'lmagan joyda chiqqan. Ko'rish mumkin, mana bu yoqdan chiqib qolgan. Bularni har qanday holatda olib tashlash kerak, chunki ertaga mana shu o'rtadagi begonotlarga qarshi ishlaganda bular xalaqit qiladi. Umuman texnikaga xalaqit qiladi. Umuman daraxt umuman holatiga ham, keyinchalik forma berishingizga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu tufayli mana shu daraxtda mana 50 da forma mana bu yerda bo'ladigan bo'lsa, uni ikkita shoxi olib tashlash to'g'ri bo'ladi. Hozirda aynan shu ishni amalga oshiryapmiz. Mana shu yerda 6-7 qatorga e'tibor berilmagan ekan. Chiqib ketgan, katta bo'lib ketgan. Agar asli mana shu ishi aprel-may oylarida qilinganda bu kichkina ko'k kaltak bo'lardi. Shu qo'lni o'zida ham yulib tashsa bo'ladigan holatda bo'lgan. Mana e'tiborsizlik tufayli ko'rib turibsizlar, endi bittalar kesib chiqishga to'g'ri kelyapti. Mana kesib chiqilganlarni ko'rsam, tozalab chiqilgan, tagidan hech narsa qoldirilmagan. Keyingisida ham ko'rsataman. Qarang, shu qadar o'sganki, daraxt bilan deyarli qanildagi asosiy tana bilan bir xil bo'lib ketgani bor. Agar shu vaqtda kesilganda shunga ketadigan kuchi ham daraxt o'zini tanasiga bergan bo'lardi. Mana shu hozir odam bo'yida bo'lgan daraxtimiz, bu yoqdagi bundaqa baland katta daraxt bo'lgan bo'lardi, nariyoqdagilarga o'xshab. Shu bilan birga muhim jihat, mera balanda yovvoyi chiqadi. Bu narsa bor. Mana hozir shuni ko'rish mumkin. Mana rangi ko'p turgan barglar bular mera baland. Va uni bitta qo'ymay, eng muhim ish taglab ildizini yonidan olish kerak. Ammo ko'z qoldirmasdan, chunki agar qolib ketsa, buni keyinchalik bartaraf etish juda qiyin bo'ladi. Har yil tozalashga to'g'ri keladi. Tagidan chiqaverib, sizni ham juda qiynaydi. Shuning uchun iloji boricha buni taglatib olish kerak. Ko'p bir tagini olmayapti. Eng muhim jihatlardan biri. Aks holda tagdan chiqib ketadi. Ertaga bitta noniga 5 ta ko'zdan 5 ta 6 ta chiqib ketadi. Umuman daraxt egallab oladi, rivojlanishini ham to'sqinlik qilish boshlaydi. Shuning uchun agar sizda ham daraxtingiz asosiy stvolidan yonida chiqqan shoxlar bo'lsa, yangi qilingan bog'mi 2-3 yoshmi, uni bitta qo'ymay olib tashlab, asosiy stvolni o'zini qoldirish kerak va o'sha bo'yicha forma qo'yish kerak. Bu har taraflama qulay va foydali bo'ladi.